Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi fanidan maktabgacha yoshdagi bolalar emotsiya, hissiyotlarning rivojlanish shartlari mavzusi bo'yicha fikrlashamiz. Ushbu mavzumiz 3 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz emotsiya va hissiyot tushunchasi hamda bolalarda emotsional rivojlanish nazariyalari. Ikkinchi rejamiz emotsional rivojlanishning yosh xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar. Uchinchi rejamiz emotsiya, hissiyotlar rivojlanishining asosiy shartlari va pedagogik yondashuv hisoblanadi. Emotsiya bu bolaning tashqi va ichki ta'sirlarga nisbatan yuzaga keladigan qisqa muddatli bevosita kechinmalaridir. Emotsiyalar bola organizmining ehtiyojlari qondirilishi yoki qondirilmasligi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsiyalar juda tez paydo bo'ladi va tez o'zgaradi. Masalan, bola bir zumda xursand bo'lishi, keyingi daqiqada esa yig'lab yuborishi mumkin. Bu yosh davrida emotsiyalar bevosita va ochiq ifodalanadi. Yuz ifodasi harakat va nutq orqali namoyon bo'ladi. Vaziyatga kuchli bog'liq bo'ladi. 3-7 yosh oralig'ida bolalarda quvonch, qo'rquv, g'azab, hayrat, uyat kabi asosiy emotsiyalar shakllanadi va boyib boradi. Hissiyot bu shaxsning atrof muhitga, odamlarga va o'ziga nisbatan shakllangan, nisbatan barqaror va ongli munosabatidir. Hissiyotlar emotsiyalarga qaraganda uzoqroq davom etadi va ijtimoiy tajriba asosida rivojlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda quyidagi hissiyotlar shakllanadi va oila, maktab, tarbiyachi va tengdoshlar bilan muloqot jarayonida rivojlanadi. Ya'ni mehr va muhabbat, do'stlik, hamdardlik, mas'uliyat, vatanparvarlikning ilk ko'rinishlari. Emotsiya va hissiyotlar bir-biri bilan uzviy bog'liq. Emotsiyalar hissiyotlarning shakllanishiga asos bo'ladi. Takrorlanib turuvchi emotsional kechinmalar barqaror hissiyotlarga aylanadi. Masalan, bola ota-onasidan doimiy mehr ko'rsa, unda ishonch va muhabbat hissi shakllanadi. Maktabgacha yosh davri emotsional rivojlanishning eng faol bosqichlaridan biridir. Bu davrda bola o'z his-tuyg'ularini tanishni o'rganadi. Boshqalarning emotsiyalarini farqlay boshlaydi. O'z xatti-harakatlarini hissiyotlari orqali boshqarishni o'rganadi. Shunday qilib, maktabgacha yosh davrida emotsiya va hissiyotlar bolaning shaxs sifatida shakllanishida muhim o'rin tutadi va uning kelajakdagi ijtimoiy moslashuvi uchun asos yaratadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional rivojlanishni tushuntirish uchun psixologiyada bir qator nazariyalar ishlab chiqilgan. Ushbu nazariyalar bolalarning his-tuyg'ulari qanday paydo bo'lishi, shakllanishi va boshqarilishi jarayonini ilmiy asosda yoritadi. Turli nazariyalar emotsional rivojlanishni turlicha izohlaydi. Biologik nazariya tug'ma omillarni, psixoanalitik yondashuv ichki kechinmalarni, kognitiv nazariya tafakkurni, ijtimoiy madaniy nazariya esa muhit va muloqotni asosiy omil sifatida ko'rsatadi. Biologik nazariyasi asoschisi britaniyalik Charles Robert Darwin bo'lib, uning fikricha emotsiyalar inson va hayvonlarda evolyutsion jarayon mahsuli bo'lib, moslashuv vazifasini bajaradi. Masalan, qo'rquv xavfdan himoyalanishda yordam beradi. G'azab o'zini himoya qilish reaksiyasidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda asosiy tug'ma emotsiyalar erta namoyon bo'ladi va biologik omillar bilan bog'liq bo'ladi. Psixoanalitik nazariya asoschisi Sigmund Freud bo'lib, u emotsional rivojlanishni bolaning ichki ehtiyojlari va ongsiz jarayonlari bilan bog'laydi. Uning ta'limotiga ko'ra, erta bolalik tajribasi keyingi emotsional hayotga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ota-ona bilan munosabat bolaning hissiy barqarorligida muhim rol o'ynaydi. Bu nazariya maktabgacha yosh davrining shaxs shakllanishidagi ahamiyatini ta'kidlaydi.
Kognitiv rivojlanish nazariyasi asoschisi Jan Piaget bo'lib, uning fikricha, bolaning emotsional rivojlanishi uning aqliy, kognitiv rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Bola atrof muhitni anglab borgani sari emotsiyalarni tushunish darajasi ortadi. O'z his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyati rivojlanadi. Maktabgacha yoshdagi bola ramziy fikrlashni o'zlashtiradi. Bu esa murakkab hissiyotlarning paydo bo'lishiga imkon beradi. Ijtimoiy madaniy nazariya asoschisi moskvalik Lev Semyonovich Vygotsky emotsional rivojlanishda ijtimoiy muhitning rolini alohida ta'kidlagan. Uning fikricha, bola his-tuyg'ularini kattalar bilan muloqot jarayonida o'rganadi. Nutq emotsiyalarni boshqarish vositasiga aylanadi. Ijtimoiy tajriba hissiyotlarning shakllanishiga asos bo'ladi. Bu nazariya maktabgacha ta'lim va tarbiyaning muhimligini ko'rsatadi. Maktabgacha yosh davri bolalarda emotsional sohaning jadal rivojlanish bosqichi hisoblanadi. Bu davrda bola nafaqat his-tuyg'ularni boshdan kechiradi, balki ularni anglash, ifodalash va boshqarishni ham o'rganadi. 3-4 yosh davri emotsiyalar bevosita va tezkor namoyon bo'ladi. Kayfiyat tez o'zgaradi, bola o'z his-tuyg'ularini ochiq ifodalaydi. Qo'rquv va xavotir hissi kuchliroq seziladi. Ota-ona va yaqin kattalarga emotsional bog'liqlik yuqori bo'ladi. Bu davrda bola emotsiyalarni boshqarishni hali to'liq o'rganmagan bo'ladi. 4-5 yosh davri emotsiyalar nisbatan barqarorlasha boshlaydi. Bola boshqalarning his-tuyg'ularini tushuna boshlaydi. Tengdoshlar bilan muloqot jarayonida rashk, faxr, uyat kabi murakkabroq emotsiyalar paydo bo'ladi. O'yin faoliyati orqali his-tuyg'ularni ifodalash rivojlanadi. Bu yoshda empatiya, hamdardlikning dastlabki ko'rinishlari shakllanadi. 5-6 yosh davrida esa emotsiyalarni nazorat qilish qobiliyati rivojlana boshlaydi. Bola o'z xatti-harakatlarini boshqarishning bahosiga qarab boshqaradi. Axloqiy hissiyotlar shakllanadi. Tengdoshlar bilan do'stlik munosabatlari mustahkamlanadi. Bu davrda bola o'z his-tuyg'ularini so'z bilan ifodalashni yaxshiroq o'zlashtiradi. 6-7 yosh davri emotsional ongli ravishda boshqarila boshlanadi. Irodaviy sifatlar shakllanadi. Ijtimoiy ahamiyatga ega hissiyotlar rivojlanadi. Maktabga tayyorgarlik jarayonida mas'uliyat va mustaqillik hissi kuchayadi. Bu bosqichda bola emotsional jihatdan nisbatan barqarorroq va vaziyatni tushunib, munosabat bildiradigan bo'ladi. Maktabgacha yosh davrida emotsional rivojlanish bosqichma-bosqich amalga oshadi. Dastlab bevosita va nazoratsiz namoyon bo'ladigan his-tuyg'ular asta-sekin ongli, barqaror va ijtimoiy jihatdan ahamiyatli shaklga ega bo'lib boradi. Shu sababli bu davrda oila va tarbiyachilarning to'g'ri yondashuvi bolaning sog'lom emotsional rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Emotsiya hissiyotlar rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar quyidagilar, ya'ni biologik omillar, ijtimoiy omillar hamda psixologik omillar hisoblanadi. Biologik omillar nerv tizimi va miya faoliyati, miya markazlari emotsiyalarni boshqaradi. Genetik xususiyatlar. Ba'zi odamlar tug'ma ravishda hissiy jihatdan sezgiroq bo'ladi. Yosh va fiziologik rivojlanish, bolalik, o'smirlik va kattalik davrida emotsiyalar turlicha namoyon bo'ladi. Gormonal o'zgarishlar, gormonlar hissiyotlarning kuchiga va barqarorligiga ta'sir qiladi. Ijtimoiy omillar, oila muhiti, ota-ona tarbiyasi, mehr va munosabatlar hissiyot rivojiga katta ta'sir qiladi. Do'stlar va tengdoshlar, ijtimoiy muloqot orqali emotsiyalar shakllanadi. Jamiyat va madaniyat, har bir jamiyat hissiyotlarni qanday ifoda etishini o'rgatib boradi. Psixologik omillar, shaxsiy tajriba,
boshdan kechirilgan voqealar hissiyotlarni shakllantiradi. Temperament va xarakter. Masalan, sangvinik, xolerik kabi temperamentlar emotsiya ifodasiga ta'sir qiladi. Motivatsiya va ehtiyojlar. Inson ehtiyojlari qondirilsa, ijobiy, qondirilmasa, salbiy ehtiyojlar, emotsional holatlar paydo bo'ladi. Emotsiya, hissiyotlar rivojlanishining asosiy shartlari: ijobiy psixologik muhit, muloqot va ijtimoiy tajriba, o'yin faoliyati, tarbiya va namuna ko'rsatish, rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashlar kiradi. Emotsiya, hissiyotlar rivojlanishida pedagogik yondashuvlar quyidagilar. Individual yondashuv. Bunda har bir bolaning xarakteri, temperamenti va hissiy xususiyatlari turlicha bo'ladi. Tarbiyachi har bir bolaga alohida yondashishi kerak. O'yin orqali o'qitish. Bunda didaktik o'yinlar, rolli o'yinlar, sahnalashtirish orqali bolalarda hissiy tajriba boyitiladi. Ijobiy motivatsiya. Bunda bolalarga buyruq berishdan ko'ra ularni qiziqtirish va rag'batlantirish orqali tarbiyalash samaraliroq bo'ladi. Hamkorlik muhitini yaratish. Bunda esa guruhdagi bolalar o'zaro yordam berish, bir-birini tushunish va hurmat qilishni o'rganishlari uchun pedagog sharoit yaratadi. Estetik tarbiya. Bunda musiqa, rasm chizish, ertak va badiiy adabiyot orqali bolalarning nozik hislarini rivojlantiradi. Shunday qilib, e'tiborlaringiz uchun rahmat.